Videoni tayyorlash uchun CapCut'ga kiramiz, gorizontal chizuvli rasmimizdan joylab olamiz. Keyin tekst yozamiz. Stil knopkasi orqali yozuvimizni rangini o'zgartirib olamiz. Ikkita barmog'imiz yordamida yozuvni katta qilib olamiz, keyin pastga tushirib olamiz. Pastda turgan joyda rombik knopkasini bosamiz. Keyin videoni oxiriga surib olib turib, yozuvni tepaga ko'tarib qo'yamiz. Bu holatda rombikka bosish shart emas. To'xtatgan joyimizda rombik knopkasi o'zi avtomatik bosiladi. Endi birinchi videoni belgilab olamiz. Sozdать kopiya knopkasi orqali videomizni ikkita qilib olamiz. Наложение knopkasi orqali videoni pastga tushirib olib, birinchi videoni tagiga oldik. Удалить фон, удаление с параметрами. Mana qanaqa qilib udalить qilishni ko'rsatib beradi. Biz ko'rsatgan joyimiz videoda qoladi. Qolgan joyi tozalanib ketadi. Tozalandi. Mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. Endi ikkinchi videoni belgilab turib, slay knopkasini topamiz. Video bilan yozuvni o'rnini almashtirib qo'yamiz. Galochkani bosamiz. Video tayyor. CapCut'ga kirib vertikal chizig'li rasmimizni joylab oldik. Endi yozuvimizni yozib olamiz. Stil knopkasi orqali yozuvimizga rang berib olamiz. Ikkita barmog'imiz yordamida yozuvni kattalashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Yozuvni o'ng tomonga surib olamiz. Rombikka bosamiz. Yozuvni chap tomonga ikkita barmog'imiz bilan surib borib turib, aylantirib qo'yamiz. Rombik bu safar bosilmaydi. Bu yog'iga yana videomiz birinchi qismidagi ishlar takrorlanadi. Videoni belgilab olamiz. Sozdать kopию. Наложение bilan pastga tushirib videoni tagiga olamiz. Videoni boshiga qo'yib oldim. Ikkinchi videoni belgiladim. Удалить фон, удаление с параметрами. O'ng taraf hammasini tozalab tashlaymiz. Endi tekshirib ko'ramiz. Oxirgi qiladigan ishimiz qoldi. Tagidagi videoni belgilab turib, slay knopkasini topamiz. Pastdagi video bilan yozuvni o'rnini almashtirib qo'yamiz. Video tayyor bo'ldi. Eksport knopkasini bosib chiqib ketamiz.